Xitoyning qarz qopqoni diplomatiyasi bu Markaziy Osiyo uchun qanchalik xatarli? Xitoy infratuzilma investitsiyasi uchun chanqoq bo'lgan, rivojlanayotgan va kambag'al davlatlarga katta miqdorda kreditlar ajratib keladi. G'arb mamlakatlari esa rasmiy Pekinni past daromadli davlatlarga bergan kreditlari ortidan ularning strategik aktivlari va tabiiy resurslari ustidan hukmronlik qilishga urinishda ayblaydi. O'z navbatida Xitoy hukumati keng ko'lamli investitsiya loyihalaridan g'arazli maqsadlar ko'zlanganini inkor etadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ham Xitoyning qarz qopqoniga tushib qolishi mumkinmi? Joriy yil avgust oyida Shveysariyada Misr va Xitoy vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tgan. Unda Misr hukumati Xitoydan olgan 8 milliard dollarlik qarzni mamlakat portlari va aeroportlaridagi strategik aktivlarga almashtirish imkoniyatini muhokama qilgan. Shuningdek, Misr delegatsiyasi 10 milliard dollarlik boshqa muhim aktivlarni ham taklif qilgan. Parij klubi bor, qarzdor va qarz beruvchi davlat orasidagi muammolarni hal etishga ixtisoslashgan. London klubi bor, qarzdor davlatlar va ularga qarz beruvchi xususiy shirkatlar yoki banklar o'rtasidagi aloqalarni boshqaradi. Bu klublarga a'zo davlatlar qarzdor davlat qarzi oshib ketadigan taqdirda ma'lum darajada qarz berishni to'xtatadi va qarzni kechib yuborish yoki muddatini uzaytirish kabi sog'lomlashtirish choralarini ko'radi. Xitoy bu klublarga a'zo emas va aynan shu tufayli ham ma'lum bir mamlakatga qarz berayotganda uning boshqa davlatlardan qancha qarzi borligiga qaramaydi va hisoblashmaydi. Shuningdek, Xitoy